ko'payib ketdi. O'tiradigan joyimgacha chiqib ketibdi. Voh. Mana. Mana 4 ta qarmoqda, 3 ta qarmoqda u bo'ladi bugun. Xudo xolasa baxtimizni sinab ko'ramiz. Lekin tiniq tag o'ntib sal soya tushsin. Qorayib qoladi tag. Bir soat, 1,5 soat shunaqa mayda baliq bir ko'payib oladi. Changib ketadi. Şey tagini tozalab chiqdimda, o't ekan. Bon suv o't ekan, tozalab qo'ydim. Suvga tushib kecha tozalab ketdim. Xudo xolasa 5-10 kunda tayyor bo'lib qoladi. Mix tutti frutti. Miyotni ham o'sha mixni ham takomillashgan variant chiqadi. Xudo xolasa bo'ylasi ham tayyor bo'lyapti. Donka uslubida juda ham yaxshi ish beradi. Donkani uryapti ana. Donkani uryapti. Mana egayapti, sekin bosdi pastga qarab. Janavar. Bu xishnikni ham chaqiradida bu. Mayda baliq shu yerda yuribdi-yu ko'p. Xishnik ham keladi. Ilon baliq, laqqa baliq. Hozir mana shu yerda yuribdi ilon baliq. 2 marta ko'rdim. Unga nariska yoki malyuk tashsa sразу oladi. Men просто sazan ushlayman deb o'tiribman. Ilon baliqdan ochig'i zerikdik. Endi sazan baribir boshqachada. Ilon baliq sal ushlash osonroq. Mana uryapti. Janavar. Donkani siltab qo'yapti. Qochib qoldi. Zo'ri qochib qoldi. Tortdi, dagansa yemadi. Bu sazan ekan. Judayam ko'p qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Uzr so'rab qolaman. Hozir olsam o'chish kerak shu yerda video.
Shuni hisobiga rapushinlarga keyin javob beraman. Soat 10larda, 11larda xudo xolasa uyga borib choy poyida ichib, charchab uxlab qolmasam, hech bo'lmasa yarimiga bo'lsa ham bugun atvet bo'ladi. Yarimiga ertaga atvet bo'ladi. Shunaqa. Esa qo'ng'iroq bo'lyapti. 10-11 nomerdan bo'lyapti. Toshkentlik amaki qo'ng'iroq. Donkani uryapti. Mana. Bitta bosdi pastga. Men o'zi 2 soat o'tiraman, xolos. E'tibor bergan bo'lsalaring 2 soat. Vaqtim yo'q. Hozirgacha 2 soat ichida salkam 40 ta qo'ng'iroq bo'ldi. 2 soatda borini bor, yo'g'ini yo'q qilib qaytaman. Sal shom bo'lsin. Qorong'ida ham bir yarim soat o'tiraman, shu bilan raftum. Uryapti. Yes. Sudra qo'yvar saza. Janivar. Tort. Tagidan puzrik chiqib ketdi-ya. Xishnikmikan? Xishnik desam sazanga o'xshab turibdi. Ana. Uzoqda poplo ko'rinmayapti. Hozir olib kirib ketadi. Chup ketdi. Tort janivar. Beeline kurt urdi nimadir sразу bochin. Sazan bo'lsa kerak. Sazan ekan. Beeline kurt urdi ola. Bochin bor. Bugun chislo nechi? 7. Mana hurmatli yurtdoshlar. Ha? 6 iyul ha? Mana pochin. Hurmatli yurtdoshlar, mana Beeline urdi. Mana turibdi, yana qaytarib o'zini tashlaveramiz. Mana Beeline. Moshina uribdi o'zi ham ko'ring. Turishin. Sal uchun chiqarib qo'yasiz. Ozgina. Mana Beeline pul berib kelib qopti. Men. Shunday holatda tashlayveramiz. Ura. Joning jonivar. Akangman. Islovni ham bilmayman, yigitdan so'rab oldim, cho'pon yigitdan. Ana pochin bor sirasi, xudo xolasa. Hali laqqa ilon boshlar ham chiqib qolsa kerak. Bizga sazan kerak. Janivar. Osh. Jaydar sazanda. Shunday duxovkaga kirib ketsa borib priprava bilan. Mana ko'rinyapti. Menga ekran uncha ko'rinmayapti. Mana yurtdoshlar. Mana uryapti chuvalchang. Ko'ring, iga oryapti, ko'ring. Yes. Yes binnasi. Bu sazan ekan bu ham. Janivar. Nari qarmoq inib bor. Ketdi, mana olib ketdi. Mana qarmoq inib qoldi. Sразу 10 minut o'tmasdan yana borman. Chuvalchangga urdi. Boyagidan kichkinaroq. Mana hurmatli yurtdoshlar, bugun 7-iyul ekan. Xudo xolasa ovimiz boshlandi. Ribalka deb yozing. S addenni yozasiz. Zafar deb turib brat addenni yoziladi. Uchovi ham addenni yoziladi-da. Ribalka
teri tashuvchisi Zafar Brat. Telegram kanalim shu, YouTube'dagi ham shu. Biz bugün klubninkadan foydalanyapmiz. Klubninka kechga yaxshi-da, shomga. Kunduz kuni fazan to'xtab qoladi-yu. Shomdan keyin bunga hech narsa qo'shmaysiz. O'zini o'tirgan joyingizga da suvga tayyorlaysiz bo'ldi. Mana, agar karmishga qo'ysangiz, buxonka kukuruz qo'shsangiz ham prosta ko'payadi, barakali bo'ladi. Xo'sh, mana kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerim 99lik 811 0477. Mana. Dişini ham chaqibdi shu. Kelibdi. Birinchi bir mayda baliq ko'payveradi, 1 soat, 1,5 soat. Sekin boshlanib ketadi. Oh. Beeline diyana urdi. Oh. Buni chuvalchang, buni ham uryapti. O'tirib tur, hozir u baliqlar qochiraversan, o'tir. Hozir men senga beraman chuvalchang. To'xtab tur. Bunu tortyapti, o'g'li. Ketdi. Oh. Ko'rdingmi? Yes, takaya bukva. O'tir, ha, o'shaga o'tir, bir suv. Mana kelyapti. Oh. Jim. Ana kelyapti. Sho'xligini qara buni. Ana. Chuvalchang qalmog'ing bor ekanmi? Qalmog'ing? Kelajakda ovchilar. Bu qalmog'ingga cho'pak beyla, uzunroq. Mana shuni yechib bering. Yo'q, u kurchoginimda toshsang bo'ldi, ilib qo'yibdi xolos, zavodskiy qalmoq ekanda u. Yechilmayapti. Olib kel yechib bering. Kimda o'g'lisan? Orif. Uryapti, ko'rinyaptimi? Ana. Quyosh men tomonga-da, shuning uchun unaqa bo'lmayapti. Ana. Ketdi. Tort janvar. Maydaroq shekana ana keldi. Janvar. Ana. Tortyapti. Poplok turyapti. Ikkita polidonka, bitta poplok qo'ydim, yerga tegmas. Yerdan 5 sm ko'tarilib turibdi, lekin ikkovini ham uryapti. Polidonkani ham uryapti. Poplokni ham uryapti. Ko'p joyda donkaga oladi, ko'p joyda poplokka yaxshi ko'radi. Shuning uchun ikki xil qilib tashlayman, sirazi bitta joyga boradigan bo'lsam, bittasini polidonka, bittasini poplok. Shuni yeb ketdi-yu. Mayda-chuyda bo'lib ketdi-yu, bu yoqqa tort janvar. Sudrab qoldi. Janvar. Tort. Ozgina. Bu baliqlar qarang, qaynab ketdi. Okay. Ol ana. Sen nariroqda bir qarishlar. Bundan nariroq chuqurda kattalar yig'ilyapti-da, sekin. Bir mayda baliq ko'payib oladi. Mana quvib kelgan bittasini. Janvar. Kattasi kelsa bari qochib ketadi. Eslatib o'tamiz, bugun 7-iyul.
yerlarda o'tirardim, suv ko'payib ketib qolibdi. Suv bosib ketdi meni. Ertaga o'tgunimcha oyog'im ho'l bo'ldi. Xo'sh, soat menimcha 7 bo'lib qoldi. 9 gacha o'tiramiz, 2 soat. Bu priko'rinki poploshniy chiqqanda ko'p ishlatilmaydi. Mana shuncha tayyorlaysiz yetadi. Bir sepib olasiz, keyin yana mana shuncha tayyorlaysiz. Men hozir yarmidan azrog'ini sochdim shu yerga. Hozir yana bir yarim soatlarda yana bir sochib qo'yaman, yetadi. Ozgina. Mana shu izichaga tayyorlab qo'yaman. Ozgina. Poploshnidan uncha ko'p ketmaydi. Donkada ko'proq ketadi. Karmushkaga qo'yasiz-ku. O'shanda ham bir 50 minut turib beradi suvda sizga. Oqqan suvlarda, agar mana bunaqa to'xtab turgan suvda bo'lsa, sal ko'proq ham turadi. Billahi qurt urdi. Sudrab ketyapti. Katta narsa urdi. Yo'q-palki. Yes! Xudo. Janvar. Yes, такая буква. Yes. Janvar. Mana Beeline urdi. Ko'rnyaptimi mana Beeline? Sal qoldi qochib ketishi. Voy Janvar. Voy. Jamab ketib qo'yibdi o'zi. Voy Janvar. Oshon bo'lib qoldi. Ko'ryaptimi? Qani Beeline qurt. Mana. Chaynab tashlabdi. Maza qilib yomon sho'qab ketdi o'zi ham. Mana. Janvar. Voy. Akangman, akang. Voy, maza qilib. Hurmatli gulpadoshlar, zaryadga charchayapti. Mo'y uryapti. Keldi. Voy Janvar. Endi ketmoqchi. Uryapti. Dahshat. Kecha zo'r uryapti mana. Chuvalchanga bitta dahshatlisini qochirdim hozir. Katta narsa. O'rtoqlar, mana qorong'i tushib qoldi. Men qaytmoqchiman, lekin kechasi vashi yorib yuboryapti, lekin ertaga tayyorgarlik ko'rib kelamiz. Mana xo'sh, 2 soatlik balig'imiz. Xudo xolasa yomon emas. Rizq Allohdan. Bo'ladi, Allohga shukr. Hamma narsa ozi shirin deydi. Mana juda ham chiroyli tarzda ovimiz davom etdi. Xo'sh. Mana o'tirgan joyim. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rishguncha paka. Lekin ov to'xtatmayapti. Bir tomondan pashsha yeb qo'ydi. Boshlandi pashsha chaqishi. Ikkinchi tomondan qorin ochdi. Mana velik turibdi. Shu bilan raftim. Kibr bo'lmasa sizlardan bitta like. Ko'rishguncha paka. Hammaga shunaqangi ovlar nasib qilsin inshaalloh. Endi rizq Allohdan. Bir kun bunday bo'ladi. Bir kun bunday bo'ladi. Lekin sal suv oqasin deb tashqariga chiqarib qo'ydim. Yaxshi. Zo'r bo'ldi 2 soatda. Juda ham chiroyli natija. Xo'sh, ovdagilarga omad.
Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr mazir.